Hürmetli vatandaşlarım, biz uzundan beri sizler bilen birlikte vaziyetni so'zlab keldik. Vaziyet doğrusu to'xtalib keldik. Qiyos qildik, faraz qildik. Ba'zida qiyoslarimiz to'g'ri bo'lib chiqdi, ba'zi farazlarimiz xato bo'lib chiqdi. Va endi yuz bermagan reallik oldida mushundaq bo'ladi degili bo'lmaydi, faqat yuz bergan reallik oldida amandaq bo'ldi degili bo'ladi. Bugun ko'rib turibsizlarki, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi 21-kuni Afg'oniston siyosatini e'lon qildi. Janubiy Osiyo siyosatini e'lon qildi. Balki Afg'oniston siyosati Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosati deb tushunsanlar bo'ladi. Lekin shu narsani hukmlashtirib olaylikki, bu qatim prezident Trumpning bu siyosati yangi strategik siyosat deb ataldi. Bu yerda yangi strategik siyaset deyilganidan qaragan vaqtda men buni O'rta Osiyo strategiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy Osiyo strategiyasini birlashtirish, shuningdan keyin yangi strategiya, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategiyasi deb ataldimiki deb faraz qildim, hurmatli vatandoshlar. Biz Uyg'urlar qarshi olamiz. Sabiq prezident Obama davrida O'rta Osiyo 8 yil tashlanib ketdi. To'g'ri 8 yil tashlanib ketdi. Lekin prezident Obama bir to'g'ri ishni qildiki, u bo'lsa-mu 2016-yil 4-oyning 20-kuni Hirosimani ziyorat qildi. Shundaqli prezident, sabiq prezident Obama Hirosimani ziyorat qilib bo'lgandan keyin Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe o'tgan yil 2016-yil 12-oyning 26-kuni Pearl Harbor portini ziyorat qildi. Muz eridi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya o'rtasidagi muz eridi. Tuman tugadi, tar qoldi. Bundaq aytganda sabiq prezident Obama Yaponiyani uzil-kesil ozod qilib o'tdi, biz so'zildik. Faqat qolgan oxirgi qadam birla asosiy qonunni o'zgartirish. Xo'sh, deymizki, Amerikaning buyuk davlat Amerikaning siyosiy yo'llariga murojaat qilamizki, Yaponiya uzil-kesil ozod qilindi. Xo'sh, undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari ayni vaqtda belgilagan Iroq Sharq strategiyasi, yalchig'inda belgilagan Iroq Sharq strategiyasi bu qachon oshkorlandi va bu qachon oxirlashadi? Biz shunday savol qo'yishga majbur bo'lamiz. Bugun endi biz qarshi olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasining 4000 nafar kishilik qo'shinliq armiyasining Afg'onistonga kirishini qarshi olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosatining O'rta Osiyoga yetib kelishini qarshi olamiz. Janubiy Osiyoga yetib kelishini qarshi olamiz. Qo'llaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin buningdagi birdan bir shartimiz, bir millat bo'lish sifatimiz bilan Shurayinda yashayotgan O'rta Osiyoning sharq bo'lagida yashayotgan mustamlika Uyg'uriston masalasining hal bo'lishini, kun tartibga kelishini Amerika siyosiy yo'llariga murojaat qilamiz va prezidentimiz Trump afandiga murojaat qilamiz. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosati va Janubiy Osiyo siyosati to'liq mazmunga ega bo'lgan bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, siz endi bu siyosatning Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatining O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoga yo'tkilib kelganligini hozir angladingiz va bundan mendan burun angladingiz. Endilikdagi bu siyosat Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosati Janubiy Osiyoning vaziyatiga, navbatga Hindiston va Jungu chegarasi yo'nalishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Afg'oniston bilan Pokistonning munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu yerda prezident Trump dediki, biz Pokistonga haydaydigan dollar berdik, lekin Pokiston bizning zarba beradigan dushmanimiz, zo'ravonlarni panohlik berdi, uni qo'yniga oldi. Demak, bu rayonda endi Pokiston bilan Junguning munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Faraz qilib shunday ayta olamizki, qiyos qilib shunday deyalamizki, Pokiston bilan Junguning munosabatini tasvirlab oltirishning hojati yo'q. Demak, sen Pokiston bilan Jungu shunday munosabat qilgan ekansan, Pokiston bilan Talibanning munosabati shunday oshkora turganda, Jungu sening Taliban bilan munosabating zodi nima?
deb savol qo'yishgami bizning haqqimiz bor, qiyos bilan, faraz bilan. Lekin Taliban bilan Jungoning bundaq munosabati bor degan bir pakt o'tirg'i chiqmadi. Biz başta aytdik, endi bu yerda strategik o'zgarish, iqtisodiy strategik o'zgarish, neft va tabiiy gazga bog'liq strategik o'zgarish, geopolitika yoki rayon chegara munosabatlariga bog'liq siyosiy strategik o'zgarishlar bu yerda borliq keladi deb aytildi. Siz ko'rib turibsiz vatandoshim, hozir Pokiston Jungoning maqsadi Pokistonni qo'llab o'tirib, hozirgi Hindiston bilan qarshilashib keldi. Endi biz qaraymizki, Xitoyning maqsadi shu rayonda hozir Gwadar portiga yetib chiqish, Qashqar orqali. Bizning vatanimiz Qashqar orqali Gwadar portiga yetib chiqishni ko'zlab keldi. Demak, onun iqtisod balig'i bir tarafı Gwadar portiga chiqish. Endi biz qarab boqaylik, hurmatli vatandoshim, Jungo hukumati o'tirib qo'ygan bir yo'l, bir balvoq siyosati. Hatta Rossiyaliklar o'tirib qo'ygan Yevroasiya ittifoqi, Yevroasiya iqtisodiy ittifoqi. Buning bilan bir yo'l, bir balvoq siyosatini birlashtirmoqchi bo'lishgan edi. Siz shuni ko'rib yetingki, hurmatli vatandoshim, ayni vaqtda emasda tunugilla mushu siyosatlar o'tirg'i chiqib, Jungoning shi'anning qo'zg'algan poyezi, 12 kunda Yevropadagi Londonga yetib keldi. Qozog'istonning ham nefti, Qozog'istonning tabiiy gazi mustamlika Uyg'uriston orqali ichki Xitoyga bordi. Turkmanistonning ham nefti, Turkmanistonning tabiiy gazi mustamlika Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang orqali ichki Xitoyga bordi. Endi boshda aytdik, agar Xitoy Qashqardan Gwadar portidan Qashqarga temir yo'l, taş yo'l yasaydigan bo'lsa, o vaqtda bu iqtisodiy berishkilish, boshda biz leksiyada so'zlagandek, vaqt Iranning yoki Paris qo'ltig'ining neft va tabiiy gazi Trobbo orqali Pokiston orqali Afg'oniston andin Jungo eqib kirdi. Demak, Jungoning ko'zlayotgan iqtisod rayoni, iqtisodiy turmushi, iqtisod rayoni yoki bir belvoq, bir yo'l siyosati, bir belvoq bir dana siyosati var. Bir belvoq bir yo'l siyosati iqtisodiy jihatdan ana shunday planlangan bo'lsa, vaqtsiz qarab ko'ringki, hurmatli vatandoshim, ve yaqin kelgusida shuning ishonimizki, balki bizning bu qiyosimiz, parazlarimiz to'g'ri chiqar yoki xato chiqar ve shunday o'ylaymanki, sizning mustamlika vataningiz Uyg'uriston ichki quruqlikdagi Malakka bo'g'oziga aylanadi. Hozir Xitoyning nazarida, Xitoyning daftarida, Xitoyning manfaat doirasida yuqorida biz aytdik, bu neft va tabiiy gazlarni oqqozish Xinjiang orqali kelayotgan, mustamlika Uyg'uriston orqali kelayotgan ekan, unda siz hozir strategik, ya'ni dunyoviy, ya'ni shahar xarakterli strategik siyosatdan O'rta Osiyoga, Janubiy Osiyoga kelishi va shundaq ziddiyatlar tugunini hal qilish, hech yo'l bilan Taliban, Afg'oniston hukumati masalasini hal qilish, shundaq siyosatlar belgilangan shu kunda ben aytamanki, agar bu yerdagi ishlar iqtisodga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, o vaqtda sizning vataningiz, mustamlika Uyg'uristoningiz ichki quruqlikdagi Malakka bo'g'oziga aylanadi. Demak, biz shuning uchun qarshi olamizki, Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatining o'rtasiga kirishini, Janubiy Osiyo masalasini hal qilish, navbatda ya'ni Hindiston bilan Jungo o'rtasidagi ziddiyatga, surkilishga. Hozir bu yerda ya bir xo'sh xabar yo'q, suhbatga o'tirdik deydigan, ya bir yana boshqa xabar yo'q, hozir chekinimiz bu rayondan deydigan. Endi shunda ahvolda tug'anda Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosati O'rta Osiyoda Afg'onistonga, Janubiy Osiyoga yetib keldi degan gap. Buning uchun hozir Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi apanda oldirab tinab kechiktirmay ifoda bildirdi. Nima dedi? Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatiga moslashib, Pokistonda tinchlikni ishga oshirish uchun harakat qilamiz dedi. Yani siz şu noktanı görüyorsunuz ki, sabık prezident Obama devrinde hatta Xitoyni Pokistonning qurilishiga, qayta qurilishiga taklif qilganini biz boshda xabarimizda ko'rsatdik. Hatta Afg'oniston, Amerika, Xitoy 3 davlat o'rtasida bu to'g'rida ponksiya qurilgan edi.
Ben bugün oylayman ki, men bugün şunu tonup yettim ki, prezident, ya sabık prezident Obama'nın bu siyasi hata siyasi. Bugün prezident Trump, yeni saylangan prezidentimiz prezident Trump bu siyaseti özgert. Hatta sabık prezident Obama'nın Afganistan'dan çekinişimi, Orta Asya'nı 8 yıl taşlayıp yetişimi hata siyaset oldu. Bugün görüp yottuk ki Amerika Koşmuş Ştatlarının yeni prezident Trump hazır Amerika'dan Orta Asya siyasetini tertip saldı, tanışıdı. 4.000 nefer, 4.000 kişilik koşun, harbiy koşun Afganistan gelip girdi. Bu yerden yani nemi dedi, biz askeri kısımda bilen ikinci bir devletki demokratiyen tanımayımız. Ve şundakla Amerika'nın o obrazı bilen ikinci bir devleti özgertmeyimiz dedi. Meyli kandak buluştan kat'i nazar Amerika'nın siyasi yani stratejik siyasi Orta Asya'ya bağlan eken biz bir mezlum elin yak bir mezlum milletin azası süpütede şundak deyimiz ki biz ügün bağlan biz hazırga yadılap kilovatkan bir menteqa şu ki Amerika'nın armiyası qayerga yetip gelse şu yerde demokratiya bulunur, demokratiya işga aşıdı degen bu içe. Biz bugün günde Prezident Trump'ın yokuruk sözlerine amel kılımız, koşulumuz, kollayımız, lekin talepimiz, bizden talepimiz şu buluş gerek ki Uyguristan meselesi taşınıp kalması gerek. Hürmetli Prezident Trump efendi, Orta Asya'da yukarı sanat ötken devletler müstakil oldu. Hatta ötken yıl 8. ayının 3. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının sabık devlet iştahkatı John Kerry, Washington'da Orta Asya'daki 5 devletlerin yığınını açtı. Taşqi İşler ve Devlet Müdafiə Ministerlerinin yığınını açtı. Şu vaxtda Ürümçi'de Cungumu, Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı koşup 4 devletlerin yığınını açtı. Ötken yıl 8. ayının 3. günüdür. Bugün görün, top-doğru bir yıl ötkendiyken Amerika Koşmuş Ştatlarının siyasi, stratejik siyasi Orta Asya'ya kirip geldi. Biz yukarıda ettik, yukarıda 5 devlet. Orta Asya'da müstakil bolan 5 devlet. Hürmetlik Prezident Trump efendi bunu şundak timsal kılışkı buludu ki oynap kilovatkan yaki soylap kilovatkan yılanın beşini açtayakta kısıvelip onun kuyruğunu koyup bergendek bir iş. Yani Uyguristan'da Xitayga müstemlik kılıp verip Orta Asya'daki 5 devlet müstakil buluşku ruhsat kılgalı. Biz bugün şu 5 devletin Katar'a girişten Uygur halkı 20 milyon Uygur halkı hem dünya halkları Katar'da Amerika siyasi yollarına müracaat kılımız ki Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump efendi'ye müracaat kılımız ki Yalta konferansı ahırlaştı. Bu tarih aşkarılış gerek. Reallıkla el kılıştığın tarihini aşkarılış. Şuna Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin ve Amerika